Namahramlar orasidagi qarindoshlik. Savol. Assalomu alaykum. Sura Nur 30-31 oyatlardagi namahram masalasida diqqat qilgan asosda o'zaro namahram ayollar orasidagi qanday bir qarindoshlikni islom qabul qildi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Yat ayollar bilan zaruriyat yoki jiddiy ehtiyoj topilmagan ahvolda so'zlashish, ko'rishish va alohida qarindoshlik va yoki odatda erlar bilan erlar, ayollar bilan ayollar o'rtasida bo'ladigandak do'stlik munosabati qurishga bo'lmaydi. Bu shaytonning hiylasidan iborat bo'lib, oxiri ishqi muhabbatga va gunoh ma'siyatga elib berishi turg'anli gap. Bunda qarindoshlik bilan o'zini qo'llaganlarning qanday yomon oqibatga qolganligini ko'p anglab turamiz. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansarlar bilan muhojirlarni qarindosh qilgandimi, er kishi bilan ayol kishini o'zaro qarindosh qilmagan. Namahramlardan xabar olish yoki ularga ilm o'rgatish ishlarida xoli parang yoki uchrashish bo'lmay, ommaviy so'rinlarda o'zining ayollari yoki hamshiralari orqali ko'ngil bo'lsa bo'ladi. Rasululloh va ayollarimo ko'ngil bo'lish va ilm o'rgatishda shunday qiladi. Erlar erlarga, ayollar ayollarga ko'ngil bo'lsa, texmi yaxshi. Vallohu a'lam. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 50 nomerli fatvo.